Amerika universitetida yonadiganlar uchun 3 ta to'liq qoplab beriladigan programmalarni olib keldim. Ular haqida ma'lumot berib o'taman. Birinchisi bu Fulbright Oriented Student programmasi 2 yillik magistratura Amerikada to'liq barcha xarajatlar qoplab beriladi. Hujjat topshirish deadline 2026-yil 30-iyungacha mumkin vaqt qoldi, shoshiling. Ikkinchisi bu kamida 5 yillik tajribaga ega bo'lgan professorlar uchun stajirovka, 10 oylik stajirovka Amerikada Hubert Humphrey programmasi. Buni hujjat topshirish deadline 3-iyulgacha, ya'ni 2026-yil 3-iyulgacha va uchinchisi bu izlanuvchilar, tadqiqot olib boruvchilar uchun Foreign Visiting Scholar programmasi. Bu o'sha Amerikada 3 oydan 12 oygacha bo'lgan muddatda tadqiqotlar olib borish mumkin professorlar. Buni deadline 20-sentyabrgacha. Bu programmalarga men o'zim shaxsan topshirganman va meni essaylarim muvaffaqiyatli qabul bo'lgan. Bu programmalarga topshirish bo'yicha savollaringiz bo'lsa va ularga o'sha yozadigan essaylaringiz bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring savollaringizni yoki shaxsiydan yozsangiz javob berishga harakat qilaman.